Tabiat manzaralarining jozibasini qanchalik ta'riflamaylik yoki yo'q, u o'z go'zalligini namoyon etaveradi. Shunday ekan, aslida olganda kitob ham shunday. Uni qanchalik ta'riflamang yoki turidan qat'iy nazar mutolaa qilar ekansiz, so'z boyligingiz oshib boraveradi va ma'naviyatingiz yo'lida nur kabi yo'lingizni yoritishi ham shubhasiz. Shunday ekan, assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ma'rifat ziyosi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Bugun ham dasturimiz davomida kitobxonlik madaniyati hamda qilinayotgan ishlar samarasi va kitobxonlik tadbirlarining bugungi kundagi ahamiyati haqida dildan suhbatlashamiz. Biz boshladik. Bugungi globallashuv davrida inson tafakkuri, ma'naviyati va dunyo qarashini shakllantirishda kitobning o'rni beqiyos. Kitob insonni fikrlashga, tahlil qilishga, xatolaridan xulosa chiqarishga o'rgatadigan bebaho boylik. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamiyatimizning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Yurtimizda kitobxonlikni rivojlantirish borasida keng ko'lamli tashkiliy va amaliy ishlar olib borilmoqda. Ta'limda mutolaa madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Umumta'lim maktablarida esa adabiyot darslari bilan bir qatorda mustaqil o'qish uchun tavsiya etiladigan asarlar ro'yxati kengaytirilib, o'quvchilarning o'qigan kitoblari yuzasidan fikr almashishlar yo'lga qo'yilgan. Oliy ta'lim muassasalarida ham kitobxonlikni rivojlantirishga qaratilgan turli loyihalar amalga oshirilib, talabalar o'rtasida kitobxonlik tanlovlari, adabiy kechalar, ijodiy uchrashuvlar tashkil etilishi yoshlarning ma'naviy olamini boyitishga xizmat qilmoqda. Xususan, viloyatimizdagi pedagogik mahorat markazida ham kitobxonlikni rivojlantirish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Mamlakatimizda kitob o'qish va kitobxonlik savodxonligini oshirish, kitobga bo'lgan e'tibor, xalqimizning ma'naviy intellektual boyligi hisoblangan ilmiy, badiiy, turli mavzudagi kitoblarni o'qish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilyapti. Shu ishlar qatorida Maktabgacha maktab ta'lim vazirimizning 2026-yil 5-martdagi 89-sonli buyrug'i qabul qilindi. Buyruqda ko'rsatilishicha, mamlakatimiz bo'ylab vazirlik tizimida kitob o'qish savodxonligi, kitob o'qish soati tanlovi e'lon qilindi. Ushbu tanlovdan ko'zlangan asosiy maqsad maktabgacha maktab ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglarimiz, o'quvchilarimiz, ustozlarimiz va barcha xodimlarimizni kitob o'qishga qiziqtirish, kitob o'qigan ustozlarimizni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish ko'zda tutilgan. Bugun xuddi shunday ishlar Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazida ham yo'lga qo'yilgan. Buyruq asosida har oy aprel oyidan boshlab yil davomida belgilangan kitoblar bo'yicha kitob o'qish soati tanlovi e'lon qilindi. Ushbu tanlovni professor o'qituvchilarimiz, xodimlarimiz, ustozlarimiz mamnuniyat bilan kutib oldi va bu yerda belgilangan kitoblar faqat badiiy kitoblar emas, ilmiy va umuman pedagog salohiyatni oshirishga, o'qituvchilarimizni salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladigan kitoblar tanlab olingan. Bugun kitob o'qigan kishidan salohiyati yuksak bo'lgan mutaxassisdan yomonlik chiqmasligini hammamiz his qilib turibmiz. Kitobxonlikni targ'ib qilish, kitob o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirish bu har bir mutaxassisning asosiy vazifalaridan biri. Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazida kitobxonlik burchaklari tashkil qilingan. Axborot resurs markazimizning har doim takomillashtirib borish, yangi kitoblar bilan boyitib borish ishlari yo'lga qo'yilgan va tanlov doirasida ham kitobxonlik bo'yicha zakovat tanlovlari ham o'tkazilib kelinmoqda. Yoshlarimizni, ustozlarimizni kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun albatta ularga sohasiga taalluqli eng kerakli, ularni ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydigan, salohiyatini oshiradigan, estetik didini oshiradigan kitoblar tanlab olingan. Ularni o'qish uchun tanlovlar yo'lga qo'yilgan. Masalan, yil yakunigacha kitobxonlik tanlovida faol qatnashgan, g'olib bo'lgan ustozlarimiz bir oylik miqdorida maosh bilan taqdirlanadi. Va mamlakatimizda kitob o'qishga bo'lgan e'tiborning natijasi o'laroq yoshlarimiz bugun dunyo minbarlarida turib, ilm-fanda ham, san'atda ham, turli sohalarda yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Oxirgi o'qigan kitobim haqida aytadigan bo'lsam, Dan Brownning Ibtido degan asarini o'qib tugatdim. Ushbu kitob dunyodagi ilm-fan va dinlar o'rtasidagi qaysidir ma'noda munozarali bo'lib hisoblangan ayrim masalalarni ochiqlaydi. Din va ilm-fan Dan Brownning fikricha bir narsaning ikki tilda bayon qilinishiga o'xshaydi. Ikkalasi bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Dunyodagi barcha
ilmlarning, bilimlarning egasi yaratganning o'ziga borib taqalishi va inson doim o'zini ustida ishlashi, dunyoviy ilmlarni o'rganish bilan birga urf-odatlar, qadriyatlar, an'analarni ham unutmaslik kerakligi ko'rsatiladi. Kitob insonni faqat to'g'ri yo'lga, ezgulikka, ma'naviy barkamollikka yetaklaydi. Kitob bilan tanishish, mutolaa qilish insonga o'zgacha zavq beradi. O'quvchi mutolaa qilar ekan, kitob bilan yaqinroq tanishadi. Uning ilmiy, badiiy qismati haqida tasavvur hosil qila boshlaydi, fikrlaydi. Mutolaa madaniyati yuksaladi. Yurtboshimizning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga qaratilayotgan alohida e'tibori tufayli umumta'lim maktablarida, oliy o'quv yurtlarida, barcha ta'lim maskanlaridagi o'tkazilayotgan yosh kitobxon ko'rik tanlovi, dam olish maskanlarida ochilayotgan zamonaviy kitob do'konlari va chekka hududlarda ochilayotgan kutubxonalar yosh avlodni ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirishda, kitobga oshno bo'lishida muhim o'rin tutmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonning ijrosi bizning Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazida ham ijrosi ta'minlanmoqda. Shu maqsadda bir qator rejalarimiz ishlab chiqilgan, jumladan yanvar oyidan dekabr oyigacha bo'lgan muddatda qaysi kitoblarni o'qish, kitoblar ro'yxati shakllantirilgan va shu asosda pedagog xodimlarimiz kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish borasida ro'yxatdagi kitoblar bilan muntazam tanishib bormoqdalar. Bu borada axborot resurs markazi xodimlari pedagog xodimlarimizga yaqindan yordam bermoqdalar. Hakamlar ro'yxati tuzilgan. Bizning tillarni o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchilari shu hakamlar tarkibida faoliyat olib bormoqdamiz. Har oy yakunida ro'yxat asosidagi kitoblarni tahlil qilish, asarlarga xulosalar bera olish bo'yicha biz pedagog xodimlarni baholab bormoqdamiz. Va endi ma'lum muddatlarda g'oliblar aniqlanadi va taqdirlash ishlari ham yo'lga qo'yiladi albatta. Kutubxonalar faoliyatini modernizatsiya qilish kitobxonlikni rivojlantirish yo'lida muhim qadamlardan biridir. An'anaviy kutubxonalarning zamonaviy axborot resurs markazlariga aylantirilishi, onlayn kutubxonalar, audio kitoblar va raqamli platformalar orqali kitobdan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Endilikda kitob o'qish uchun nafaqat kutubxonaga borish, balki istalgan joyda, istalgan vaqtda mobil qurilmalar orqali ham mutolaa qilish mumkin. Bugungi kunda jamiyatda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, aholini ma'naviy dunyoqarashini boyitishda kitobning o'rni beqiyosdir. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, aholini kitob o'qishga qiziqishini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida Kitob ma'rifat manbai dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida axborot resurs markazida ma'naviy ma'rifiy ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Professor o'qituvchilar va tinglovchilar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha markazimizda kitob taqdimotlari, kitob ko'rgazmalari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari tashkil etilib kelinmoqda. Kafedralarda kitob burchagi tashkil etilgan bo'lib, markaz hovlisida ochiq kutubxona yo'lga qo'yilgan. Markazga kelgan tinglovchilar kitoblarni mutolaa qilib, o'z bilimlarini boyitib bormoqdalar. Bir oy davomida faol ishtirok etib, bilim va intiluvchanligi bilan ajralib turgan eng yaxshi kitobxon tinglovchilar markaz tomonidan e'tirof etilib, ularga tashakkurnomalar topshirib borilmoqda. O'ylaymanki, bu rag'batlantirish tinglovchilarimizni faol bo'lishiga undaydi. Axborot resurs markazida bir qator tashabbuslar ham amalga oshirilib kelmoqda. Biz ilmga chorlaymiz. Undan tashqari, professor o'qituvchilarimizning nashr ishlari Arim Samoy.uz saytiga joylashtirib borilmoqda. Bundan tinglovchilarimiz unumli foydalanib kelmoqda. Markazimiz fondi 19 mingdan ziyod, unda badiiy, ilmiy adabiyotlar mavjud bo'lib, markazga kelgan tinglovchilarimiz, professor o'qituvchilarimiz ulardan unumli foydalanib kelmoqda.
Shuningdek, kitobxonlikni ommalashtirishda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarning o'rni ortib bormoqda. Kitobxonlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan tavsiyalar esa yoshlar orasida mutolaa madaniyatini keng yoyishga xizmat qilayotgani quvonarli. Samarqand viloyat pedagog mahorat markazida tinglovchilarimiz nafaqat bilimlarini o'quv jarayonlarida o'zlarini metodik yuksaltiradi, balkim ularni biz ijod tomonidan ham ijodiy rivojlantirish tomonidan ham qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz. Samarqand viloyat pedagog mahorat markazini matbuot xizmati tomonidan turli loyihalar tashkil etilgan. Jumladan mana shu ta'limga mening hissam, men onam bilan faxrlanaman, ustozni eslab kabi ruknlarda, nomlarda juda ko'p loyihalarni tashkil etdik va bunda o'qituvchilarimizni, tinglovchilarimizni ishtirok etishlarini, faol ishtirok etishlarini guvohi bo'ldik. Mana shu jarayonda biz ijodkor o'qituvchilarni o'zimizga yaqinlashtira oldik va ularni kashf qildik. Samarqand ziyosi, iste'dod guldastasi, orzular guldastasi, yaqinda Payariq tumanidan ijodkor o'qituvchimiz Ra'no Quvvatovani Go'zalliging menga ber bahor nomli kitobini nashr etishda muharrirlik qildim va mana shu kitob nashr etildi. Bu bilan biz o'zimizni o'qituvchilarimizni, Samarqand viloyatidagi nafaqat o'qituvchilar, balkim ijodkor o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilganmiz va mana shu to'plamlarni nashr etib, targ'ibot va taqdimotlarini o'tkazib kelmoqdamiz. Bugun mamlakatimizda kitobxonlikka juda ham katta urg'u berilyapti. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Har bir insonni o'zini dunyoqarashini, kamolatini rivojlantirish, yuksaltirish uchun eng oliy maqsad qilib belgilab qo'yilmoqda. Har bir xonadonda, har bir farzand qo'lida, har bir ota-onani qo'lida kitob bo'lishini biz targ'ib qilishimiz kerak va buni o'zimizni oldimizga qo'ygan eng oliy maqsadimiz deb bilishimiz kerak bo'ladi. Chunki ota-onani kitob o'qib turgan holatini ko'rib, bugun o'quvchilarimiz albatta farzandlar kitoblarni olib o'zlari ham mutolaa qilishni boshlashadi. Biz ibrat bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Agar biz kitob olsak, albatta bizni farzandimiz ham kitobni oladi va kitobni sevadi. Bugungi kunda kitob o'qiydigan o'quvchilarimiz juda ko'p. Ota-onalarimiz ham ko'p, o'qituvchilarimiz ham ko'p. Men juda ham ko'p guvohi bo'laman va mana shularni biz uyushtirishni, ularni bir jipslashtirishni xohlagan maqsadda mana shunday badiiy kitoblarni ham, she'riy to'plamlarni ham nashr etib kelmoqdamiz. Kitob umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, har qanday vaziyatda ham hamroh bo'luvchi sodiq do'st. Insonning ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitob mutolaasi muhim o'rin tutadi. Shu bois azaldan ma'rifatparvar ajdodlarimiz, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilm va odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan. Buyuk bobokalonimiz so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy ta'kidlaganidek, kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbaidir. Kitobxonlikni shakllantirishda oilaning o'rni beqiyos. Farzand tarbiyasi avvalo oiladan boshlanadi. Agar uyda kitob o'qish muhiti yaratilsa, ota-ona o'zi kitob mutolaasi bilan shug'ullansa, bolalarda ham kitobga nisbatan qiziqish tabiiy ravishda shakllanadi. Darvoqe, ota-onalar farzandlariga kitob sovg'a qilishni odatga aylantirishi, birgalikda kitob o'qib, uning mazmunini muhokama qilishi muhim ahamiyatga ega. Men kitoblar o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir mana bu kitob yarmarkasidan mana shu ikkita kitobni sotib oldim. Oilamda nabiralarim, bolalarim, xo'jayinim ham kitob o'qishga juda qiziqamiz. Birgalikda kitoblar o'qib, mutolaa qilib turamiz. Hattoki nabiram hali bog'chaga boradi. Nabiralarim uchun ham mana shunaqa ertak kitoblarni sotib olib borib berib turaman. Kitob o'qish inson ma'naviyatini yuksaltiradi. Kitob faqat yaxshilikka undaydi. Kitob bilan odamni bilimi kengayadi. Dunyo qarashi o'zgaradi. Ana shuning uchun men hammaga kitob o'qishni tavsiya qilardim. Nabiralarimga kitob olib borishimdan maqsad, ular ma'naviyati boy bo'lib katta bo'lishini xohlayman. Ertaklar yaxshilikka yetaklar degan hikmat bor. Ana shuning uchun ertaklarni olib borib kitobga mehr uyg'otishga harakat qilyapman nabiralarim uchun. Farzandlarimga ham xuddi shu tartibda kitoblar olib borib, ularni ham yuksalishiga sababchi bo'lgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun men hamma buvilarga, bobolarga farzandlari uchun ham, nabiralari uchun ham kitoblarni mutolaa qilib turishi kerak ekanligini tavsiya qilaman.
Samarqand viloyat pedagog mahorat markazida tashkil etilgan kitob yarmarkasida Ko'hna dunyo romanini oldim. Bu bilan hozirgi kunda kitob yarmarkalari hududlar kesimida, tumanlarda, shaharlarda, viloyatlarda tashkil etilyapti. Bu bizga nima beradi? Avvalambor kelajak yoshlarga va bizlarga nutq madaniyatining rivojlanishi, madaniyati oshishi albatta katta rivoj beradi. Hozirgi kunda yoshlar auditoriyalarda gapirishga masalan juda ham qiynaladi. Buning eng bir yechimi, eng zo'r yo'li albatta kitob o'qishdir. Nafaqat men bu kitob o'qishni oiladan boshlash kerak deydi. O'zimiz o'qituvchi bo'lganligimiz uchun har bitta hamkasblarga, oila davrasida farzandlarimizga, tinglovchilarga va qolaversa o'quvchilarimizga ham tavsiya etamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, nutq rivojlanishiga, o'zini tutishiga, yangicha fikrlashga bo'lgan bir ishtiyoqini beradi. Albatta bu hozirgi kundagi yoshlarga men kitob o'qishlarini tavsiya qilib qolaman. Hozirgi kunda ota-onalarga men o'qituvchi sifatida tavsiya beraman, chunki farzandlariga kitob o'qishni targ'ib qilishi zarur deb hisoblayman. Chunki o'zim ham namuna sifatida haftaning har bir ishdan borganimizda bo'sh vaqtlarimizda farzandlarimiz bilan birga, rafiqamiz bilan birgalikda kitob o'qishda va o'zim ham qiziqaman. Kitob olib borib, uyga mutolaa qilamiz oilaviy. Bu albatta bilimlarimiz oshishiga juda katta yordam beradi va oilaviy muhitni kitobga bo'lgan sevgisini desak ham mubolag'a bo'lmaydi, albatta oshiradi. Kelajak avlodga bu xazinamiz, kitobimizni tavsiya etishimiz, targ'ib qilishimiz biz kabi o'qituvchilarga asosiy bir kasb mas'uliyatini yuklaydi deb hisoblayman. Yana bir muhim jihat bu kitoblarning sifatli nashr etilishi va keng ommaga yetkazilishidir. Zamonaviy dizayndagi, o'qishga qulay, mazmunan boy kitoblar kitobxonni o'ziga jalb etadi. Shu bilan birga milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, ularni yoshlar orasida targ'ib etish ham muhim vazifalardan biri sanaladi. Mana bugun men Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi Jom qishlog'i 21-umumiy o'rta ta'lim maktabidan malaka oshirish kursiga o'qishga kelganman. Bu yerda bugun mana kitob yarmarkasi bo'layotgan ekan. Yaxshi bitta kitobni Said Ahmadning Ufq trilogiyasini sotib oldim. Umuman kitob insonga nima beradi? Kitob insonga ma'naviy ozuqa beradi, ma'naviy boylik beradi. Biz nafaqat o'zbek adabiyoti, balki jahon adabiyoti, mana bu qardosh xalqlar adabiyoti, badiiy asarlarni juda ham ko'p olib o'qishimiz kerak. Farzandlarimizga, o'quvchilarimizga tavsiya qilishimiz kerak. Har bir oila, har bir oiladagi har bir shaxs kitob olsa, kitob o'qisa bu jamiyatimizga qanchadan qancha ma'naviy foyda beradi. Kitobxon bo'lgan kishidan hech qachon aslida yomonlik chiqmaydi. Shu o'rinda bitta rus yozuvchisi Gorkiyning o'zimdagi barcha yaxshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman degan gaplari bor edi. Jumladan mana dars o'tish jarayonida ham men juda ko'p asarlarni o'quvchilarga tavsiya qilaman. Xususan Chingiz Aytmasovning birinchi muallim, Erkin A'zamning Anoyining jaydari olmasi, Mixail Lermontovning Zamonamiz qahramoni, Pushkinning Kapitan qizi asarlarini o'quvchilarimga juda ham ko'p tavsiya qilaman. Tushunmagan joylariga o'zim yordam beraman tushuntirishga. Nima demoqchiman? Kitob insonga do'stdir. Kitob o'qigan odam albatta bu yaxshi inson, ma'naviy kamolatga yetgan inson hisoblanadi. Yaqin kunlarda men Savdogarlar ustozi nomli kitobning 1-2 qismini o'qib chiqdim. Menda juda ham katta boy taassurot qoldirdi. O'quvchilarimga, hamkasblarimga ham shuni tavsiya qilaman. E'tiborim tortgan jihatlari Savdogarlar ustozi kitobida ham diniy, ham ma'naviy, ham tadbirkorlikka bo'lgan ishtiyoq bor ekan, bu menga juda yoqdi. Xulosa qilib aytganda, kitobxonlik ma'naviy yuksalish, intellektual rivoj va barkamol avlod tarbiyasining asosi hisoblanadi. Kitob o'qigan inson fikrlaydigan, izlanadigan va hayotga shijoat bilan yondashadigan shaxsdir. Kitob zamonlar dengizida sayohat qilayotgan va o'zining qimmatbaho yukini avloddan avlodga yetkazib kelayotgan vaqt kemasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Darhaqiqat, har kuni mutolaa qilgan 15 sahifa kitobimiz vaqtimizning sermazmun o'tganidan darak. Guvohi bo'lganingizdek, yaqin daqiqalar oralig'ida biz dasturimiz davomida kitobxonlikning ahamiyati, uning ma'naviy kamolotimiz yo'lidagi o'rni haqida so'z yuritdik. Siz yaqin daqiqalar oralig'ida ma'rifat ziyosi ko'rsatuvi bilan tanishdingiz. Keyingi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.